Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 21-iyun sanasi. Mana bu narsalarni nima deb o'ylaysiz? Malina deb o'ylaysiz. Ko'pchilik malina deb o'ylaydi, lekin bu malina emas. Bu yijavikamiz Loch Ness degan sorti, Shotlandiyaning sorti bu. Qaranglar. Pishdi. Hozir terim jarayoni bo'lyapti. O'ta pullari ham o'ta zo'r pullardan olib keldik mana. Qarang. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ko'pchilik bu shot deb o'ylaydi. Yijavika albatta buni ko'chatlaridan bor. Xudo xolasi kuz oyiga ko'paytirib qo'yganmiz. Mana o'zi Ro'zimboy aka ham ikki og'zim mana gapirib o'tadi mana. Ro'zimboy aka o'zingizdan bir Mana ko'rsatib o'taysiz, bu sort, imенно bu sortda hech kimda yo'q. Menda bor, ukamda bor. Bu yerda ukam poliyasi bu. Menda ham hozir keyingi to'y chiqarmagan mana past turibdi. Endi ko'taraman. Bu haqiqiy shotga o'xshaydi, ko'p ya. Buni afzaliy tomonidan aytaman do'stga. Sizni faqat raqobatchi emasman, to'g'ri aytaman. 1 gektarga 2000 ta yaqin ko'chat ketadi. 2000 ta ketgan taqdirda ham bitta sortini rada 3-chi rada avjiga chiqadi. Bitta sort narsadan, bir tupidan 30 kilo hosil beradi ichadi. 30 kilo. Siz 20 kilo deb olgan taqdiringizda ham. Endi hisoblang, 2000 ta ko'chatda har bir tupi 40 tonna. 40 tonna. Ana 1 gektar. 30 tonna ham degani. 30 tonnaga qo'yganida hozir kunda mana shu 30 ming sotilyapti. 30 ming so'm. Hozir kunda 20 mingdan tushiring o'shancha tonnani. Katta bo'lib ketadi. Uni hisoblab bo'lmaydi. Xudo xolasa. Shuning uchun shu sortdan ko'chatdan belxulo oldi. Bu yangilik sort. Yangilik sort bu sort. Loch Ness, lekin hozir yeb ko'rdim, o'ta mazasi yoqdimi axir sizga? Mazasi o'shim kelasi, yana bittayimiz. Bismillah mana. Shot suti birinchi ko'rganimda shot suti deb o'ylarkanman. Bu yijavika Loch Ness o'ta go'zal holatda mana. Bu yangilik bu. Yangilik pasta nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar mana. Dehqon akamiz terib keldi, bu qarang. Taytevasi bir xilda, buni maydasi bo'lmas ekan. Bu qilinmaydi, bu hammasi bir xil bo'ladi. Bir xilda, lekin dehqon akamizga albatta layqni bo'lsa, mehnatlarga omadli bo'lib. Dehqon akamiz o'ta mirishkor ekan, bori shuncha joyga 50-60 sotik joyga qilibdi. Bu tomonga ya'ni 30-40 sotik, salkam 1 gektarga qilibdi. Albatta buni ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, Quvali dehqonga obuna bo'lib, layqni bosib, dehqonga chiroyli so'zlarni yozib, kommentda yozib o'tib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Quvali dehqonlarga layqni bosinglar, sizlar uchun jon go'zal bu aka. Zo'r yangiliklar qo'yib beraman. Mana Ro'zimboy akam orqali xudo xolasa hamkorlikda ish olib boramiz. Yana yangilik kiritib qo'yganman. Uni hech kim bilgan yo'q. Hali yangilikni bundan ham zo'ri xudo xolasa. Albatta obunachilarimizga yangilik bor hamda zo'r yangiligimiz bor. Xudo xolasa yaqin kunlarda qo'yib o'tamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.